Assalomu alaykum, akajon, yaxshimisiz? Shu ikki go'dagimni baxtiga oyoqqa turibgina ketsin. Siz ham shu go'daklarimga birovlarni eskilarini kiydirib katta qilyapsizlar. Hozir men bu gapirayotgan gaplarimni haqiqiy oilasini, farzandlarini hurmat qiladigan, qo'pol gapirganda chisti bor erkakgina his qila oladi. Akamiz hozir 34 yoshda Qashqadaryodan Toshkentga chaqirdim. Hozir bu olinayotgan uy mehmonxona, yana uy zo'r ekan demang. Hozir videoda ham uylarini ko'rsatib o'tamiz. Farzandlarini boqaman deb 5 yil oldin tomdan tushib ketgan. Beldan past ishlamay qolgan. Mana ko'ryapsizlar, 5 yil davomida yotganligini hisobidan yotoq yaralari bosib ketgan. Hozir akamizni zudlik bilan Hindistonga yo Turkiyaga bir yerga yuborishimiz kerak. Imkon qadar yotoq yaralarini yo'qotib, keyin oyoq ishlatish uchun nerv tolalarini ko'rsatishimiz kerak. Mana shu ayol, mana shu akamizning ayollari. Alloh rozi bo'lsin. Internetda jonim asalim degan ko'p seriallar, kinolarni ko'ryapmiz. Ular bir erkakka dard kelsa 10 sekund yo'qolib qoladi. Mana haqiqiy o'zbekning shiddatli ayollari. 5 yildan beri mana shu erkakni axiratlarigacha tozalab, hamma yo'g'ini tozalab kelyapti. Iltimos xalqim, xo'jayinimni yurib ketishiga yordam beringizlar. Shu go'daklarimni baxtiga yuribgina ketsin xo'jayinim. Jon talashib yotgan xasta, bor budini sotgan xasta, ko'z yoshlari daryo xasta. Umid bilan sizga boqib, ko'zlaridan yoshlar oqib, duo qilar pichirlabasda, duo qilar pichirlabasda. Otam meni qo'limdan ushlab maktabdan yetalab olib kelishini o'g'layman. Bu mana shu ikkita go'dakni yetim bo'lib qolmasligi uchun siz bilan biz harakat qilamiz. Imkon qadar videoni minglab insonlarga yuboramiz va qo'ldan kelgancha kartalarga hissamizni qo'shamiz. Bugun 13-avgust haftaning payshanba kuni. Ertaga 14-avgust juma kunigacha 24 soatli ehsonimiz ochildi. Kartalarimizni og'iz aka aytib o'taman. Bemorimiz nomidan Mahmudov O'ktam, ayollar nomida Dilafruz Hasanova, amakilar nomida Obid Mamanov, oxirgisi bemorning sinfdoshi Elbek Afganov. Qashqadaryo ana shu G'uzor tumanining hokimliklaridan ham, shu mahalla oqsoqollaridan ham Alloh rozi bo'lsin. Shu kam ta'minlangan mana shu qiyin ahvoldaligi uchun uylarini qo'ldan kelgancha remont qilib yordamlashibdi. Hokimiyatdan ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz vatandoshlar, mana hozir Toshkentda doimiy naqd pul beruvchi homiylarimiz bor, haftalik. Siz ham mana shu shartga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Faqat yordam so'rab telefon qilmang. Men mashinadan charchab, o'zim ham sog'lig'imda sal og'irroq bo'lib qoldi. 12 ta viloyat aylantirib olib chiqib, mana ko'rikkanmisiz? Mana Qashqadaryo, undan oldin Samarqand, Xorazm, Qoraqalpoq, Vodiy tomonga hali bor, Vodiyni olib chiqib bo'lganman. Ayniqsa ko'proq Vodiyda men ko'p qiynab qo'yapsiz. To'g'ri tushuninglar. 12 ta viloyatni birga qilib olib chiqaman deyapman. O'shaning uchun telefonda o'zim ham o'tira olmay qoldim. Jahlda ko'pchilik so'kib qo'yapman. O'shaning uchun hozir boshqa Laylo degan qizimiz telefonda o'tiribdi. Iltimos faqat ehson qilsangizgina telefon qiling. Shu telefon nomerlarga telefon qilsanglar, Mohira degan qizimiz sizga ulab beradi. Manzillarda asirlar lakasida tashlab borib pullaringizni olib keladi. Kelinglar. Bu Qashqadaryolik yigitimizni ham oyoqqa turib ketishida qo'limizdan kelgancha o'z hissamizni qo'shaylik. Hasbunallohu ni'mal vakil.